O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning taklifiga binoan 15-iyul kuni Pokiston Islom Respublikasi bosh vaziri Imron Xon rasmiy tashrif bilan mamlakatimizga keldi. Pokiston Islom Respublikasi dunyoda yirik iqtisodiyotlardan biri bo'lishga intilayotgan Janubiy Osiyo mamlakati. Bundan tashqari bu mamlakat qulay tranzit yo'laklar kesishgan nuqtada joylashgan, demografik potensiali ham juda ham yuqori. Misol uchun, xarid qobiliyati paritetiga ko'ra aholi jon boshiga yalpi ichki mahsulot hajmi bo'yicha jahonda 24-o'rinda turadi. Qulay geosiyosiy joylashuvi, bundan tashqari muvozanatli tashqi siyosat tufayli bu mamlakat xalqaro masalalarni hal qilishda ham muhim rol o'ynamoqda. Ushbu mamlakat bilan aloqalarni kengaytirish O'zbekiston manfaatlariga har tomonlama mos keladi. O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Pokiston Islom Respublikasi bosh vaziri Imron Xon bilan shu yilning aprel oyida video anjuman orqali uchrashgan edi. Bu safar u katta delegatsiya bilan birinchi rasmiy tashrif bilan Toshkentga keldi. Ko'ksaroy qarorgohida oliy martabali mehmon sharafiga faxriy qorovul saf tortdi. Prezident Mirziyoyev va bosh vazir Imron Xon shohsupaga ko'tarilishdi. Ikki davlat madhiyalari yangradi. Marosimda O'zbekiston va Pokiston rasmiy delegatsiyalari a'zolari ham ishtirok etdi. Shundan so'ng Prezident Shavkat Mirziyoyev va bosh vazir Imron Xon o'rtasida tor doirada muzokara bo'lib o'tdi.